Salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Leica kameralari, orqasida ikkinchi ekran va 7500 mAh batareyali Xiaomi 17 Pro Max'ni obzor qilamiz. Yilning eng ajoyib flagmani bo'la oladimi? Buni bugun siz bilan birgalikda bilib olamiz. Mening ismim Aziz va bu Bir kanali. Bugun oldimda jiddiy sinov turibdi. Xiaomi 17 Pro Max'ni obzor qilish. Bu telefon haqida mishmishlar ko'p. Aslida qanaqa? Narxiga chindan arziydimi? Hammasini batafsil ko'rib chiqamiz. Keling, dizayndan boshlaylik. Titanli ramka, orqa tomoni pishiq shishadan. Og'irligi taxminan 230 gram. Ozmas, lekin qo'lda premium mahsulotdek tuyuladi. Eng qiziq detali bilasizmi nima? Orqa kamera moduliga o'rnatilgan mini ekrani bor. U bildirishnomalarni, vaqtni ko'rsatadi va selfie tushirishdan oldin framing ekrani vazifasini bajaradi. Bunaqasi oldin bo'lmagan. Albatta IP68 himoyasi ham bor. Umuman olganda, bu yilgi flagmanlar ichida dizayn jihatdan eng yorqin va o'ziga xosi desam, adashmayman. Asosiy ekrani 6.9 dyumli, bukilgan LTPO AMOLED. 2K aniqlik, yangilanish tezligi 120 Hz. Maksimal yorug'lik 4000 nitgacha. Bu yilgi flagmanlar orasida rekord ko'rsatkich. HDR kontent uchun bunaqa ekran eng yaxshisi hisoblanadi. Filmlarni xuddi kinodagidek ko'rasiz. Ramkalari ingichka va bir xil. Qisqasi, ekran bo'yicha bu telefonning munosib raqiblari kam. Endi eng qiziqarli qismiga o'tamiz. Leica bilan birgalikda yaratilgan kamera tizimiga. 3 ta, har biri 50 megapikselli sensori bor. Asosiy kamera katta matritsa, f1.6 diafragma va optik stabilizatsiyaga ega. Ultra keng kamerasi ham 50 megapiksel. Yaqinlashtirish imkoniyati 50 megapiksel. 5 karra optik zoom. Suratlar Leica'ning klassik uslubida chiqadi. Iliq, kino estetikasida. Tunda esa Xiaomi 17 Pro Max'ga teng raqib deyarli yo'q. Video 8K 30 fps va 4K 120 fps. Professional kontent darajasidan qolishmaydigan ko'rsatkichlar. Aslida ichida Snapdragon 8 Elite Gen 5. Hozircha mobil dunyodagi eng kuchli chip hisoblanadi. Antutuda taxminan 3 million ball. Genshin Impact maksimal sozlamalarda 60 fps beradi. Boshqa o'yinlar esa bemalol ishlaydi. Xotira variantlari 12, 256 GB dan 16, 1 TB-gacha. Tizim HyperOS 3, yangi AI funksiyalari bilan. Batareya 7500 mAh. Flagman segmenti uchun bu juda yaxshi raqam. Simli quvvatlash 100 Watt, simsiz 50 Watt, teskari simsiz 10 Watt. To'liq quvvatlanish taxminan 40 daqiqada. Hatto intensiv foydalanishda ham bir kun bemalol ishlab beradi. Xulosa chiqaramiz. Plyuslari. Yilning eng yaxshi ekranlaridan biri Leica kameralari, katta batareya va orqadagi mini ekran. Bu chindan unikal xususiyat. Minuslari ham bor. Birinchisi bu vazni, anchagina. Narxi baland va HyperOS'da dastlab ba'zi reklamalarni qo'lda o'chirish kerak bo'ladi. Xo'sh, bu telefon kim uchun? Mobil fotograflar, professional kontent yaratuvchilar va doimo eng yangi qurilmani istovchilar uchun. Bu mahsulot bir necha yilga mo'ljallangan. Bir saytida Xiaomi 17 Pro Max 13.800.000 so'mdan boshlanadi. Yangi va biroz ishlatilgan variantlari bor. Hamyoningizga mosini tanlab olaverasiz. Havola video tavsifida. Agar obzor yoqqan bo'lsa, sizdan like va obuna. Bildirishnomalar qo'ng'irog'ini ham bosib qo'ying. Shunda taqdimotdan yangi chiqqan obzorlarni birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Sizlar bilan men Aziz, Bir kanalida bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha